Assalomu alaykum aziz do'stlar. Eslanglar bo'lsa, Dilshod aka Tuning House bilan birgalikda konkurs e'lon qilgandik va ushbu konkursning g'oliblarini ham aniqlaganmiz va hozir mana ushbu g'oliblarimizni Toshkent Jidda reysi bilan muborak safarga yuborish jarayonidamiz. Hozir ularni safar oldidan fikrlari bilan qiziqamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Taassurotlar boshqacha. Allohga hamd va sano bo'lsin. Avvalambor bizga shu kunni ko'rsatganiga, o'zini baytiga chaqirganiga Allohga hamd sano bo'lsin. Avvalambor sizlarga keng rahmat. Shu konkursni tashkillashtirganligiga, o'sha Dilshod aka Tuning House'ga katta rahmat. Taassurotlar juda ham zo'r, aka. Alhamdulillah, mana safar ketyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh hammaga nasib qilsin. Adashmasam oldin borib kelgansiz Jahongir aka? Biz fevralda borganman, ota-onamni olib borib keldim. Birga ular bilan borish nasib qilgan edi. Duo qilishgan edi. Ayolim bilan ham borgan deb duo qilishgan edi. Mana duoligim istijob bo'ldi. Alhamdulillah, ayolim bilan ketyapman, aka. Xudo xolasa. Kuzatuvchilarimizga taavsiya qilasizmi ayollar bilan birgalikda? Albatta, albatta. Sentrum umriga obuna bo'linglar. Aka, siz nimalarni his qilyapsiz, aka? Yaxshi. Mana shu Allohga shukr, mana shu o'yinda mana shu markazda mana shularga rahmat. Mana shu to'g'ri mana shu ko'p gapni shu gaplarga qo'shilamiz. Hammamizga Xudoyim nima niyat bo'lsa niyatimizga yetishsin.